Assalamualaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurrashid. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Dünya Uyğur Qurultayı və Avropada aktiv fəaliyyət elib beriyotqan 15 Uyğur təşkilatının ortaq sahibxanlıq qilish bilan 13 may Janvadagi BDT binası aldida ötküzildigan zo'r ko'lamlik birlashma namoyishning tayyorlik xizmatlari tamomlandi. Avropaning har qaysi yerlaridagi Uyg'ur namoyishchilarimiz bugundan e'tiboran Janvaga qarab yo'lga chiqishga boshladi. Germaniyadagi yuzlagan namoyishchilarimiz Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan maxsus kiralangan avtobuslar bilan va o'zlarining avtomobillari bilan bugun kech Myunxen va Germaniyaning har qaysi shaharlaridan Janvaga qarab yo'lga chiqishga hozirlanmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı 10 may kuni chet el matbuotlariga qarata bayonot e'lon qilib, 13 may Janvada o'tkaziladigan namoyishning maqsadi haqida ma'lumot bergan edi. Dünya Uyghur Qurultayı və hər qaysi əllərdəki Uyghur təşkilatlarının ortaq imzası bilan 13 maydakı namoyish jarayonida BDT Kişilik Hüquq Ali Komissari Michelle Bachelet xonimga sunish uchun maxsus talab xati hazırlangan bo'lib, hozirga qadar mazkur talab xatiga imzo qo'ygan Uyghur təşkilatlarının soni 50 dan oshib ketgan. 11 moddalik talab xatida Michelle Bachelet xonim boshchiligidagi BDT hay'atining Sharq Turkistonning har qaysi rayonlarida cheklimsiz holda tekshirish olib berishi, türmelerni, jazo lagerlarini ve mecburi emgek meydanlarını to'solg'usiz holda ziyorat qilib, bu yerdagi mahbuslar bilan bevosita dialog elib berish talab qilingan. Bu qitim Janvadagi BDT binosi oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamlik birlashma namoyishning amaliy ahvoli sizlar ko'rayotgan Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi orqali naq maydondan bevosita ulab tarqitiladi. Stansimizning bu qitimqi namoyish haqidagi naq maydon anglitishi 13 may Janva vaqti atdigan soat 9:30 dan e'tiboran boshlanadi. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'ling va bu tarixiy fursatni qochirmang. Namoyishchilarimiz 5 ayning 13 kuni Juma Janva vaqti atdigan soat 9 da Janvadagi BDT binosining oldidagi maydonda to'planadi. Soat 10larda maydondan BDT Kişilik Hüquq Ali Kengash binosiga qarab yurish qiladi va namoyish bu yerda Janva vaqti soat 13 ga qadar davom qiladi. Dünya Uyghur Qurultayıning tashabbusi bilan qurilgan va hozir qadar 45 davlatdagi 415 xalqaro tashkilotning qo'llashiga erishgan Uyg'ur majburiy emgakini oxirlashtirish birlashmasi tomonidan 10 may kuni Yevropa parlamentida Uyg'ur majburiy emgakini oxirlashtirish degan temada o'tkazilgan yig'inda so'z qilgan Yevropa parlamentining bir qism a'zolari Yevropa parlamentida bu yil 9-oyda tanishtirilgan majburiy emgakni cheklash taklif loyihasining Uyg'ur majburiy emgakini to'xtatishda halqiliq rol o'ynay oladiganligini bildirishgan. Yevropa parlamentida bu yil 9-oyda tanishtirilgan majburiy emgakni cheklash taklif loyihasining Uyg'ur majburiy emgakini to'xtatishda halqiliq rol o'ynaydiganligini bildirishgan. Ular yana Amerika hukumati ma'qullagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining Yevropada mush xildagi qonunlarning chiqarilishi uchun yaxshi bir o'rnak bo'lganligini, bu yil 6-oydan boshlab ishga kirishadigan qonunning Xitoyning ta'minlash zanjirlariga zarba beradiganligini, buning xalqaro shirkatlarning tijorat usulini o'zgartirishga majburlaydiganligini bildirishgan. Ular javoblarida yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgakiga zarba berish, xalqaro shirkatlarning majburiy emgakdan foyda olishni oyoqlashtirish uchun umumyuzlik safarbarlik olib berish kerakligini, Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirish harakatining amaliyoti dunyoning har qaysi joylaridagi qulluq emgakini oyoqlashtirish, dunyoda insoniy qiymat qarashlar asosida tijorat qilishni iborat to'g'ri bo'lgan tijorat usulini turg'izishdimi rol o'ynaydiganligini bildirishgan. Yevropa parlamenti a'zosi Bari Anderves yig'inda qilgan so'zida o'zlarining bir vakili bo'lish sifati bilan bu yerga Uyg'urlarning talablarini, jumladan majburiy emgak xotim berish birligining talab fikrlarini anglagali va bu masalani hal qilish uchun qanday bir taktika va strategiya belgilashni muzokara qilg'ili kelganligini bildirgan. U mundaq degan: bu yil 9-oyda Yevropa parlamentida majburiy emgak mahsulotlarini cheklash haqidagi taklif tanishtirildi. Biroq uning konkret mazmunlari texnik aniq belgilanmadi. Jumladan bu cheklim zodi qanday bo'ladi? Amerikaninkidek import cheklimisi bo'lamdi yoki uningdanmi keng ko'lamlik va qiyin bir cheklim bo'lamdi? Biz hozir bu taklif loyihasi ustida muzokara yurgizyapmiz. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kişilik Hüquq Ali Kengashining komissari Michelle Bachelet Sharq Turkistonni ziyorat qilishga hozirlanayotgan bir paytda Turkiyadagi Uyg'ur muhojirlari Michelle Bachelet lagerlarni ziyorat qilsin, shundaqla bizning g'oyib bo'lgan urug' tuqqanlarimizning derikini qilib boqsin degan mazmunda talab yo'llagan. Türkiye Radyo Televiziyasining 11 maydagi xabarda aytilishicha, 10 may kuni Istanbulda mush temini cho'radigan holda maxsus muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirilgan. Yig'inda Uyg'ur muhojirlarining vakillari so'z qilib, Michelle Bacheletning mustaqil holda tarbiyalash markazini va Sharq Turkistondagi qirg'inchilik qilmishlarini tekshirishni talab qilgan. Turkiyadagi Uyg'ur muhojirlaridan Mirzahmat bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, biz Michelle Bacheletning yig'ilish lagerlarini erkin holda ziyorat qilishga, kuzatish kameralari va Xitoy kadr soqchilari bo'lmagan ahvolda shu joydagi kishilar bilan erkin suhbatlashib beqishga chaqiramiz degan. Madina nozimi bo'lsa bu to'g'risida to'xtalib, biz BDT amaldorlarining yurtimizga berib haqiqiy ahvolni ko'rib beqishni so'raymiz.
Ular Xitoy hukumatining yolg'on gaplariga ishonib qolsa bo'lmaydi degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati Michel Bacheletning bu qitimqi safarining tekshirish emas, balki ziyorat bo'lganligini jakarlagan bo'lib, mushu ahvol qarab ko'p qism kishilar buning bir qitimliq shaklan ziyorat bo'lib qolganligini taxmin qilmoqda ekan. Yaqinqi mezgillarda Sharq Turkistonda ma'lum bo'lgan ahvollar Xitoy hukumatining lager va tutqun haqidagi barliq uchurni qattiq qamal qilish chorasini ilayotganligini ko'rsatgan. Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Partikomining sekretari Ma Shungroy 11 may kuni Xalq gazeti va Xinhua agentligining to'rbetlarida partiyamizning yangi davrdagi Xinjiangni idora qilish strategiyasini to'liq va to'g'ri ijro qilaylik degan temada bosh maqola e'lon qilib, Xitoy hukumatı o'tgan 5 yil izchil davom qildirib kelgan bostirish va tutqun qilish siyosatining texnik qattiq ijro bo'lganligini rasmiy holda jakarladi. Bosh maqolada Sharq Turkistondagi barliq siyosiy xizmatlarni Xitoy raisi Xi Jinpingning bir qo'lliq loyihaligi va o'rinlashtirganligi, bu joydagi xizmatning siyosiy jihatdagi yetakchi ideyasi, maqsadi va buni amalga oshirishning choralarini oydinlashtirib berganligi alohida ta'kidlangan. Partiyamizning yangi davrda Xinjiangni idora qilish strategiyasida nom berilgan bu strategiyani Ma Shungroy bizning buningdan keyingi barliq xizmatlarimizning ijtimoiy muqimlik va uzoq mezgillik aminlik barpo qilishning qiblanomasi. Biz buni qat'iy eg'ishmasdan to'liq va to'g'ri ijro qilishimiz lozim deb ko'rsatgan. Ma Shungroy maqolasining Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishda qat'iy ching turib, ideologiya sohasidagi xizmatlarni yaxshi ishlash nomli 3-bo'likida ideologiya sohasidagi rahbarlik huquqini ching tutish, mas'uliyat tuzumini qat'iy izchillashtirish, partiya va boshqarishdagi tashviqot, partiya boshqarishidagi ideologiya va partiya boshqarishidagi taratqularni asos iqimga aylantirish, Xinjiangdagi har millat xalqida vatan, Junxo millati, Junxo madaniyati anglarini turg'izish, Junxo klassik o'qishliqlar qurilishi va radio televiziya sarxil asarlar orqali Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish qurilishini keng ko'lamda elib berish. Shundaqla atalmish Junxo kimlik asosidagi millat va din qarshini turg'izishni o'ttirib qo'ygan. Ma Shungroy navbatdagi siyosiy strategiyani ijro qilishni Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilish, ittifoqlik va inoqlik orqali Xinjiangning muqimlik ega qilish, xalq ommasining turmushini yaxshilash degandek shuarlar bilan niqoblagan bo'lib, analizchilar atalmish ittifoqlikning Uyg'urlar shartsiz rioya qilgan tur ekanligi, atalmish xalq ommasining Sharq Turkistonga ko'chib kelgan Xitoy oqqonlarini ko'rsatganligini ta'kidlashmoqda. Yarim yildan buyon Sharq Turkistondagi har qaysi viloyat va shaharlarni, shuningdek har qaysi nazorat va idoralarni bir-birlab ko'zdan kechirib chiqqan Ma Shungroyning mazkur bosh maqolasi navbatda uning buningdan keyingi sekretarlik xizmatini qanday ado qilish haqidagi va'dnomasi deb qaralmoqda. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonga qirg'inchilik qilmish xalqaro zo'r tanqid va qisman jazo tadbirlarining o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgandan keyin atalmish Uyg'ur Abnum Rayonluq Partikomining sekretari Cheng Chuangosh 2021-yilning oxiri vazifasidan qoldirilib, o'rniga Guangdong o'lkasining boshlig'i Ma Shungroy ishga qo'yilgan edi. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyingi qitimli programmamizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.